Sizning ham bulochkalaringiz shunaqangi mayin va yumshoq bo'lib chiqishini xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Bismillah deb bir kosa isitib olgan sutimizga bitta tuxum oqidan sarig'ini ajratib olamiz va sarig'ini olib qo'yamiz. Bitta tuxumni esa shundog'icha chaqib olamiz. 1 piyola shakar, yarim piyola yog' va bir osh qoshiq dro'jja solib olamiz va unni elakdan o'tkazib solamiz. Birdaniga hamma unni sovormaymiz. Shunaqa qilib vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Bu retseptni mendan ko'pchilik so'raganda qo'yishimni va shu sababli qo'ydim. Yana un solib vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Quyuq massa bo'lgandan keyin qo'lda xamir qilishga tushib ketdim. Un solib olib yana xamir qildim. Xamirimizni qo'lga ozgina yopishadigan qilib qorib olamiz. Unaqangi qattiq xamir qilib tashlamaymiz. Yumshoq, ozgina qo'lga yopishadigan bo'lishi kerak. Shunaqa qilib xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana xamirni ustiga strich o'rab qo'ydim va xona haroratida oshib chiqdi xamir. Xohlasanglar ustiga yana nimadir o'rab qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa qilib xamirim 1 soat deganda oshib chiqdi. Juda ham baland bo'lib chiqdi. Vau dedim o'zim ham. Xamir qorganimda bitta zuvala chiqadigan xamirim oshgandan keyin esa 3 ta zuvalaga aylansa bo'ladimi? Shunaqa qilib 3 ta zuvalaga bo'lib oldim. Hammasini yaxshilab mushlab, uchalasini terib qo'ydim. Bularni 15 daqiqaga tiritib qo'yamiz. Oshib chiqqandan keyin yoyishimiz juda ham oson bo'ladi. Shunaqangi bularni ustiga strich yopib, shunaqa qilib oshib qo'ygan edim. Va shunaqangi baland bo'lib chiqsa bo'ladimi? Endi yana bularni olib qo'ydimda, ullamasdan shundoqqina yoyib yubordim. Yopishmadi ham, hatto dasturxonga agarda yopishadigan bo'lsa, un sepsanglar bo'ladi ozgina. Shunaqa qilib yarim santimetr qalinlikda qilib yoyib olamiz va shunaqangi varyoniy molokodan ishlatdim, ya'ni zug'shonka. Men xamirimni 12 ta bo'lagiga bo'lib oldim. Bu yoqdan 4 ta va bu yoqdan 3 ta qilib. Shunaqa qilib jami 12 ta bo'lag chiqdi bitta xamirimni o'zidan. Keyin shunaqa qilib boshlaridan uchini kesib chiqamiz. Orasiga varyoniy moloko solib chiqdim shunaqa qilib. Har bittasiga va o'rab chiqdim shunaqa qilib. Bularni ko'pchilik oshirishga qo'yishadi, lekin bularni oshirishingiz ham shart emas. Shunda duxovkaning listiga terib, shunda duxovkaga tiqib yuborsanglar, shunaqangi o'zi pishib chiqishadi. Tindirib qo'yishingiz shart emas. Qaranglar, shunaqangi po'nchiq bo'lib chiqdi. Ustiga boya olib qo'ygan tuxumni sarig'ini surtib oldim. Shunaqa qilib qolgan zuvalalarimni ham qilib oldim. Shunaqa qilib bittalab pishirib chiqdim. Jami o'zi ham bir dog'ara bo'lib chiqdi 3 ta zuvaladan. Qaranglar, qanaqangi yumshoqligini. Agar retsept foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska, kommentariy yozishni unutmanglar. Albatta, sizlar ham shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar. Hech ham afsus qilmaysizlar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'ying.